alaykum hammaga, hurmatli vatandoshlar, hurmatli yurtdoshlar. Do'stlik va hamjihatlik ulug'langan yurt shiori ostida o'tkaziladigan bayram tantanasiga yo'l oldik. Albatta Yangiyo'l shahar Bekobod tumani Qushchi mahallasiga hammamiz birgalikda ketdik. Bayram muborak bo'lsin. Maydondan jelamizda, do'mbirani chalamizda, mana bugun Qushchi mahallasida xizmat qilamizda. Elimizni mana shunday bayram to'ylariga borib xizmatlarni qilamizda. Bayram muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Bekobod tumani Qushchi mahallasi Yangiyo'l shahar yetib keldi qo'lidagi sozi bilan. O'zi birozi mayli-ku, yonida qush ovozi bilan. Nima deysiz boshqa? Ot maydondan keldik-da, mana bugun Qushchiga biz ham mehmon bo'lib keldik-da. Kambilbeldan kelayikmi? Mana shunday Navro'z bilan tabriklagani biz ham mana Yangiyo'ldan kelayikmi? Bir maydon termani Qushchiga atab berayikmi? Vat maydandan keldim, do'mbirani chaldim. Mana biz Yangiyo'l shahar nuroniylarimiz a'zolari Yangiyo'l shahar yoshlari bilan birgalikda Bekobod tumani O'zbekiston-Tojikiston chegarasi hududida joylashgan Qushchi mahallasiga kelib yashil makon do'stlik bog'ini yaratdik. O'zbek eli hech kimsaga haram bo'lmagay. Menga qanday yashamoqni o'rgatmagil sen.